Chennayning kichkina bir qishlog'ida Avnining hayoti juda xotirjam va baxtli o'tayotgan edi. U va uning eri Roxon qishloqning oddiy bir jufti edi. Roxon yuk mashinasi haydovchisi edi. Avni esa uy ishlarini boshqarar edi. Ularning orzusi bir kun kelib, o'zlarining kichkina choyxonalari bo'lishi edi. U yerda musofirlar kelib, uydagidek ovqat yeyishar edi. Ular ikkovlon orzularini amalga oshirish uchun doim harakat qilishardi. Bir kuni kechqurun Roxon yuk mashinasi bilan yo'lga chiqdi. Magistral yo'lda qalin tuman bor edi. Qarama-qarshi tomondan kelayotgan boshqa bir yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi va baxtsiz hodisa yuz berdi. O'sha kecha Avni hayotining eng dahshatli tushiga aylandi. Ertalab qishloqqa Roxonning o'limi haqidagi xabar keldi. Avni uchun vaqt o'sha yerda to'xtab qolgandek edi. Uning uyi bo'sh qoldi. Ko'zlarida bo'shliq va yuragi jonsiz edi. Qaynona-qaynotasi dastlab bir necha kun yonida bo'lishdi. Ammo tez orada "Endi sen bizga nima keraksan? Yigit qizlar nima deyishadi?" deb Avnini uydan haydab chiqarishdi. Otasining uyida qaytib keldi. U yerda ham ahvol yaxshi emas edi. Akasi: "Singil, biz o'zimiz kundalik ish haqida ishlaymiz. Endi seni qayerga joylashtiramiz?" dedi. Avni akasining ko'zlarida ojizlikni ko'rdi. U tushundi, endi hech kim uning suyanchig'i emas. U o'z yo'lini o'zi yaratish kerak. Kechasi hamma uxlab qolgach, Avni o'z yuragiga va'da berdi. "Endi men hech kimning rahm-shafqatiga emas, o'z mehnatim bilan yashayman." U Roxonning eski daftarini chiqardi. Unda bir necha so'z yozilgan edi. "Choyxona ochamiz. Avni oddiy ammo toza ovqat beradi." Avnining ko'zlaridan yosh oqdi, ammo yuragida qat'iyat paydo bo'ldi. O'sha orzuni endi u amalga oshiradi. Ertasi kuni ertalab o'zida qolgan ozgina un, ziravorlar va sabzavotlarni olib uydan chiqdi. Eski po'lat lagan, bir idish, bir qoshiq va pechka uchun taglik. Mana uning bor narsasi shu edi. U Pali magistraliga yetib keldi. U yerda har kuni yuk mashinalari va yo'lovchilar o'tadi. Yo'l chetida bitta savat daraxti bor edi. U o'sha yerda yerga o'tirib, birinchi choyxonasini qurdi. Ertalabdan kechgacha o'tirdi. Odamlar o'tib ketishdi. Ba'zilar masxara qilishdi, ba'zilar kulishdi. Bir haydovchi: "Nima, singil, uy topolmadingmi?" dedi. Yana biri: "O'zingni sotayapsanmi? Ovqat sotayapsanmi?" Avnining ko'zlari qaltiray boshladi, ammo u hech narsa demadi. Uning lagani deyarli bo'sh qoldi. Faqat bir keksa odam rahm qilib, bir oz ovqat yedi va 2 taqa qoldirib ketdi. Asta-sekin quyosh botdi. Avnining ruhi ham sinib ketdi. U charchoq, ochlik va haqoratlar orasida daraxt tagiga borib o'tirib yig'lab yubordi. U o'yladi: bir umr mehnat qilish ham gunohmi? Ammo osmonda yulduzlar chaqnay boshlaganida qayerdandir bir yorug'lik keldi. Bir yuk mashinasi sekin to'xtadi. Haydovchi tushdi, uzun bo'yli, charchagan chehra, ammo ko'zlarida halollik bor edi. Uning ismi Vijay edi. U hech narsa demasdan Avnining laganidan ovqat oldi. Rohatlanib yedi va to'lagan pulini qo'yib, "Singil, mehnat qilganni Xudo albatta eshitadi", dedi. Bu bir necha so'z edi, ammo Avnining ichiga yangi kuch berdi. U qaror qildi: "Ertaga yana kelaman. Mag'lub bo'lishning iloji yo'q." Ertasi kuni ertalab Avni yana magistralda edi. U ovqatni biroz yaxshiroq tayyorladi. Qolganini esa ertangi kun uchun saqlashni o'yladi. Endi u nafaqat ovqat sotayotgan edi, balki o'z hurmatining poydevorini qurmoqda edi. U bilmas ediki, bu kichik qadam bir kun kelib, Avni choyxonasi nomi bilan butun hududga tarqaladi. Ertasi kuni ertalab Rajasthanning qizil tuprog'iga quyoshning birinchi nurlari tushganda, Avni o'zining kichkina pechkasi yonida o'tirgan edi. Uning peshonasida mayda ter tomchilari bor edi, ammo ko'zlarida o'tirgan kechagi qat'iyat porlar edi. U endi bilgan edi: hayot uni yiqitish uchun emas, sinash uchun oldinga silchitadi. U ehtiyotkorlik bilan non yopdi. Qo'lida soddanlik va o'ziga ishonch bor edi. Yonidan o'tayotgan odamlar endi uni yaxshilab kuzata boshladi. Kimdirning yuzida hayrat, kimdirning yuzida tabassum, ammo Avni hech kimning nigohidan endi sinmasdi. Tushga yaqin bir necha kishi ovqatlanish uchun to'xtadi. Avvaliga bor yo'g'i 2 ta taom sotildi. Keyin o'sha Vijay keldi. U kulib, "Ovqat oldingidan ham yaxshiroq tuyulyapti", dedi. Avni mayin kuldi. "Kecha men qaror qildim. Endi hech qanday shikoyat yo'q, faqat mehnat bo'ladi." Vijay ovqatlanib bo'lgach, "Agar xohlasang, men ba'zi hamkasblarimga aytib qo'yaman. Ular ham shu yerdan ovqatlanadi. Yo'lda doim yaxshi ovqat izlaydilar", dedi.
Avni bosh irgatdi. Albatta, ammo ovqat narxi hamma uchun bir xil bo'ladi. Vijay kuldi. Mana shu so'z qalbga tegdi. Asta-sekin har kuni ba'zi yuk mashinalari u yerda to'xtay boshladi. Kimdir uning sabzavotli taomining ta'mini yoqtirdi, kimdir uning soddaligini, kimdir uning kurashish hikoyasini. Avni tushundi. Mijozlar nafaqat ovqat, balki ishonch ham sotib oladi. U har bir taomni o'z hurmati deb bildi. Har bir nonning ichida uning kurashining hidi bor edi. Har bir sho'rvada uning umidining ta'mi. Bir necha hafta ichida uning daromadi shuncha oshdiki, u biroz qarzini to'lay oldi va yangi pechka sotib oldi. Ammo kechasi sovuq, kunduzi issiq uni charchatar edi. Avni o'yladi, agar bir arava bo'lsa, ancha qulay bo'lardi. Vijay buni eshitib qoldi. Keyingi hafta u kelganida yuk mashinasidan eski ammo mustahkam bir arava tushirdi. U dedi, bu mening bir do'stimniki. Endi u ishlatmaydi. Sen buni ol, senga soya va joy bo'ladi. Avni avvaliga qarshilik qildi. Yo'q, men hech kimning yordami bilan yurishni xohlamayman. Vijay xotirjam ovozda dedi. Yordam va rahm-shafqat o'rtasida farq bor. Rahm-shafqatda minnatdorchilik bo'ladi, yordamda esa birodarlik. Avnining ko'zlari yoshlandi. U rahmat aytdi va aravani oldi. Endi Avnining taomlari haqiqatdan ham tanilqili bo'lib borardi. Odamlar o'rtasida gap tarqaldi. Palidagi magistralda savat daraxti tagida o'tirgan o'sha ayol, uning ovqati uydagidek. Ammo Avnining tanilishi oshgani sari jamiyatdagi ba'zi odamlarning hasadi ham oshdi. Qishloqdagi ba'zi ayollar pichirlashardi. Qarang, yosh ayol har kuni erkaklar orasida yuribdi. Ba'zilar qaynona-qaynotasiga borib, sizning keliningiz choyxona ochibdi, yuk mashina haydovchilari orasida yuribdi deyishdi. Qaynona-qaynota g'azablanib, u endi bizning uyimizning a'zosi emas deyishdi. Avni bu gaplarni eshitib qattiq qayg'urardi, ammo uning ichida endi qo'rquv qolmagan edi. U har oqshom aravasi yonida chiroq yoqar va o'ziga aytardi: "Qara Roxon, sening orzuing asta-sekin amalga oshyapti." Ammo Avni bilardi, bu yo'l hali ancha uzun. Jamiyatning nigohi, mishmishlar, hasad, barchasi uning oldida devor bo'lib turardi. Ammo uning yonida bir hamroh bor edi, Vijay. U indamay yordam berardi. Ba'zida maslahat berar, ba'zida faqat yonida o'tirar, u yolg'iz emasligini his qilish uchun. Avnining choyxonasi endi hududda tanilqili nomga aylangan edi. Har kuni ertalab savat daraxti tagidan tutun ko'tarilar va u bilan birga bir ayolning mehnatining hidi taralardi. Ammo mehnat porlagan joyda ba'zi ko'zlar o'sha nurni o'chirishga urinadi. Bir kuni ikki notanish odam choyxonaga keldi. Ular ovqat yeyishdi, ammo ketayotgani bir istehzo o'qini otishdi. Voy, bu Vijayning ayolimi? Har kecha shu yerda yotadigan. Avni eshitib qotib qoldi. Yonida o'tirgan ba'zi haydovchilar bu gapni chetlab o'tishdi, ammo uning qalbiga o'qdek sanchildi. Kechasi Vijay kelganida Avni to'g'risiga so'radi. Odamlar meni sening ayoling deyishyapti. Sen hech kimga bir narsa dedingmi? Vijay hayron bo'lib, nima deyapsan Avni? Men nega bunday deyman? Lekin nega odamlar shunday deyishyapti? Nega mening ismingni seniki bilan qo'shib aytishyapti? Vijay boshini egdi. Odamlarning ishi gapirish. Sen nega bunga ko'nglingni xafa qilasan? Avni past-ovozda dedi. Chunki bu gaplar mening o'sha hurmatimga tegadi. Men har kuni bu changda mehnat qilib o'sha hurmat uchun kurashaman. Keyingi bir necha kun ular orasida masofa paydo bo'ldi. Avni endi ko'p gapirmasdi. U faqat o'z ishiga berilgan edi. Ammo mishmishlar to'xtamadi. Kimdir kechasi Vijay o'sha yerda bo'ladi, dedi. Kimdir ular birga choyxonani boshqarishyapti, dedi. Va yana nimalar deyishmadi. Qishloq panchayat boshlig'igacha gap bordi. Bir kuni u Avnini cho'tirtirdi. "Eshit Avni", dedi u. "Bizning qishloq ayollari endi sendan uzoqlashishni xohlayapti. Sening sababing bilan qishloqqa yomon nom chiqyapti." Avni vazminlik bilan dedi. "Panchayat boshlig'i, men hech kimga yomonlik qilmayapman, hech kimning hurmatiga tegmayapman. Men faqat ovqat tayyorlayman." Panchayat boshlig'i, "Odamlar ishonsin yoki ishonmasin, jamiyat eshitgan narsasiga ishonadi", dedi. Avnining ko'zlari yoshga to'ldi. Unday ko'rsa, haqiqatni gapirgan aybdor, yolg'on tarqatgan hurmatlimi? U hech narsa demay qaytib ketdi. O'sha kechasi u choyxonada o'tirganida bir guruh bezorilar keldi. Ular kulib, "Vijay bugun qani? Sening erking kelmaganmi?" deyishdi. Avni hech narsa demadi. Ulardan biri oldinga kelib, "Qani, bugun biz ham Avnining jasoratini ko'raylikchi", dedi. Avni yonidagi non yoyish uchun ishlatadigan o'qlog'ini oldi. Uning ko'zlarida olov bor edi. "Yana bir qadam tashlasangiz, shu o'qloq bilan boshingizni yoraman." Bezorilar qo'rqib-qo'rqaga chekindi, ammo ketayotgan tahdid qilishdi. "Ko'rasan, choyxonangni yo'q qilamiz." Ertasi kuni Avni ko'rdi. Choyxonasining taxtasi sindirilgan, idish-tovoqlar sochilib yotibdi, un yerlarga to'kilgan. Avni jim o'tirdi. Ko'zlaridan yosh chiqmadi, chunki endi og'riq yo'q edi. Faqat olov qolgan edi. Vijay kelib hammasini ko'rib qotib qoldi. "Kim qildi buni?" Avni dedi. "O'sha jamiyat meni yiqilishga qo'yraganlar, qizlarning mehnatini ko'rgan qo'rqadiganlar." "Vijay, biz yana kuramiz." Ammo Avni, "Yo'q Vijay, endi choyxona faqat qorin to'ydirish joyi emas, bu mening ovozim bo'ladi."
Keyingi haftada Avni choyxonani qayta qurdi. Bu safar u tepaga yangi bir lavha qo'ydi. Avni choyxonasi. Bu yerda ayol o'z mehnati bilan non yopadi va dunyoga hurmat bilan javob beradi. Endi odamlar yanada ko'paydi. Hatto ayollar ham kela boshladi. Ba'zilar o'z qizlarini olib kelib, "Qarang qizim, mehnat degani shunday bo'ladi", deyishardi. Avni tushundi, agar jamiyat qo'rquvdan bosh egib yursa, hayotda yutqizar edi. Endi u faqat o'zi uchun emas, balki o'sha jim qalb haqoratlarga chidagan barcha ayollar uchun gapirishni o'rgandi. Bir kuni mahalliy gazeta muxbiri keldi. U intervyu oldi. "Avni, siz jamiyatga qarshi turib bularni qanday qildingiz?" Avni kulib dedi: "Men jamiyatga qarshi emasman, haqiqat bilan birgaman. Odamlar sizni sindirishga urinsa, tushunki siz katta ish qilyapsiz." Ertasi kuni gazeta chiqdi. Avni choyxonasi, bir ayolning non bilan jamiyatga javob bergan hikoyasi. Muvaffaqiyatning ta'mi qanchalik shirin bo'lsa, achchiqligi ham Vijayning qalbida o'rnashib qolgan edi. Endi odamlar choyxonani Avnining nomi bilan tanir edi. Vijay esa faqat yordamchi bo'lib qolgan edi. Bir kuni u dedi: "Avni, hamma Avni deb chaqiradi. Hech kim bilmaydiki, bu choyxona